Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotib olib chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning ajoyib mestasida joylashgan ekan. 4 qavatli binoni 4-qavatida 2 xona remontdan chiqqansizlar, to'g'ri girib yashaysiz. Bahasam normal, ajoyib bahada. Bedening Xorazm Palas, shuni ro'parasindagi ko'chadan girib boriladi. Shu yerda joylashgan 4 qavatli binoni 4-qavatida 2 xona kvartira. Mesta poложенияsi ham yaxshi, narxi ham suv, svet, gazdan bilasiz, umuman muammo yo'q. Yan tarafimizda yetsangiz dehqon bozor 5 metrlik yo'l. Yanımızda Jalol Dumanga yerda haykalazlar. Yanda 24-soatli maktab, bog'cha maktablar ham yaqin, zo'r mesta. Magazinlardan, transportlardan umuman muammo berdi. 17, 7, 19 marshrutlar ham o'tib turibdi. Qani yetkazib birgalikda yurib, danishib o'tamiz. Kvartiramiz ham yetib keldik, hurmatli vatandoshlar. 4-qavatda joylashgan ekan, ajoyib akkuratni qilib remontdan chiqarganlar. Girish ishlari, yog'och ishlari nazlar. Bismillah deb girgandan keyin koridor joyi, divorlar polli oboy, eshiklar ham def eshiklari o'zgargan. Bu tarafimizda sanuzeli, oshxonasi, hurmatli vatandoshlar. Yanımızda zal, zaldan spalniya o'tiladi. Hazlar. Akkuratni tayyor joy. Kelib to'g'ri yashayverasizlar. Spalniya keyin balkon qismini bu yerda konditsionerlarni birinchi chetdan tanishtirib boraveramiz. Ham akkuratni oyoqtilar ham, divorlar ham kafe bo'lgan, aristolar qo'yilgan. Gelib yashaydanizlar, do'shashtirib yashayverasizlar. Narxi ham zo'r. Narxi 300 million so'm. Ozroq qaytarilgan yeri bor. Ko'p qaytarilmaydi. Gelasizlar ustida ko'rib, zonoqlarni berib, to'g'ri tarzda ketaverasizlar. Dokumentlar umuman muammo yo'q. Mesta poложенияsi ham zo'r. Xorazm Palasning yonindasizlar. Birdan farqlar qilingan, ajoyib ixchami kotyollardan qo'yilgan, kichkina gaz plitalari bor, gaz sho'shlar qo'yilgan, bir rashtinli baqlar aylangan, vitishlar ham qo'yilgan. Tayyor xonadon 2 xonani qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun arzon variantlardan birisi bo'ladi. Birimiz zalimiz 3.5 razmerda, polni mo'ysha bo'ylardan ishlatganlar. Bu yerda balkon qismi. Yana medachilar qo'ymagan mestalari bor. Artel konditsionerlar, inverter qilib to'q saylamaydi. Bir de tezor zonası, rozetkalar ham bor. Birimiz spalnimiz ham akkuratnidir. 2.75-60 cho'ng registrlar. Hurmatli vatandoshlar, flofollar qo'yilgan, karnizlar ham qistilgan. Mesta poложенияsi ham yaxshi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hurmatli vatandoshlar, yanında bog'chalar bor, maktab bor. Transportdan muammo yo'q, umuman. Transport salgina bir yo'lga yurib chiqsangizlar 50-60 metr 19-7-17 marshutlari o'tib turibdi. Bir yonidan esa 7'zlar. Ablasa bayisi tarafından. Narxını tekrarlab o'tsak-sizlar 300 million so'm aytilib turibdi. Ozroq ustida xayrına qaytarilgan yeri bor. Kelib, ko'rib, gaplashib olaverasizlar. Agar qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.